Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Tuğluq Temirxan namlıq romanның davamı. 2. bab. Qum basqan şəhər ketik. Haqiqat içiga kirib qalğan bir yolg'on hamma haqiqatni shubhaga qo'ydi. Allama Zamaxshari. Milodiya 1327-yili yoz. Osmi. Tarim vodisining g'arbiy shimol tarafida Tarim daryosi deb ataladigan bir daryo bor edi. Bu daryo sharqqa qarab eqib, Org'on, To'qim va Chig'liq degan yerlarni besib o'tgandan keyin Lopchangza degan yerda Lopnur ko'liga qo'yiladi. Qadimgi chog'larda bu daryoning ikki tarafida ko'z yetkisiz, poyonsiz to'g'roqliqlar bor bo'lib, otliq odam bu to'g'roqliqda 10 kun manganda Oran cho'nqumliqqa kesib chiqa oladi. Bu daryoning Etak Terim deb ataladigan yeriga yaqin bir yerda shahri Ketik deydigan bir shahar bo'lgan. Shu chog'larda bu yerlarning bir qismi texi amdilatin islomlashgan bo'lg'ashqa, bu shaharda yashaydigan Uyg'urlarning islomiyatga bo'lgan e'tiqodi texi to'van bosqichda turibdi. Islom shariati bu yerlarda texi to'liq ijro bo'lib ketilmagan edi. Tarixiy xotirlardagi bunu bir abzas so'z bizning bu gapimizni isbotlab beralaydi. Qaysi millat, qaysi mazhab ekanligini bilgili bo'lmaydi deb yozilgan edi. Bu xotirlarda musulmonmikin desa namoz o'qimaydi, nazr chiroq qilmaydi, ro'za tutmaydi, xayr sadaqa qilmaydi, aroq sharob ichishidi. Kofirmikin desa iymon etib, musulmoncha kiyim kiyishidi, musulmoncha so'zlashidi. Ulardan sizlar qaysi mazhab va qaysi millatdagi xalq? Padişahinglar bormi? Eti nima? Olim o'limalaringiz bormi? deb so'ralganda, ular aytidurlarki, padişahimiz bor, eti Sultan Abduqays, laqimi Zayur Shoh Katakidir. Olim o'lima mazhab deganni bilmaymiz. La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah degandan o'zgini o'qimaymiz. Bu shaharning o'tirsida Registon deb ataladigan kengri maydon bor bo'lib, maydonning kun petish tarafiga musulmonlarning jome deb ataladigan bir masjidi joylashgan edi. Bu jomening imomini shahri ketikliklar Qoribaxshi deb ataydi. Qoribaxshi degan so'z qadimgi Uyg'ur tilida cho'ng molla, Mavlana deganlik bo'ladi. Musulmonlar bu Qoribaxshini Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki deb ataydi. U Ketik shahridagi mashhur islom o'limasi Shayxul Islom edi. Shu zamonlarda bu atroflarda yozda yomg'ir, qishda qor yog'may, tog'lardan keladigan suv uzilib qolganlikdan Tarim daryosi qurib ketgan edi. Uda davom qilgan qattiq qurg'oqchilik bu yil 10-yilga qadam qo'ydi. Daryo shahobchilar, ko'l, havzalar qurib ketdi. Poyonsiz taklamakkan qumliqi Ketik shahrini to'rt tarafdan bag'ansir qo'shab ketishga boshladi. Bu shahar o'zining ilgirki hayvatlik tusini butunlay yo'qotgan. Uning atrofidagi burunqi ko'kilmaydanlik, chimanzorlikdan amdi qilchimi asar qolmagan edi. Ko'shmi qum necha yuz chaqirim qilinliqdagi quyuq to'g'raqliqlarni besib quritib butunlay yo'q qilgandan keyin yana davomli shahri Ketik tarafga qarab ilgirlab besib kelaverdi. Rahimsiz oqar qum o'z yo'lida oldiga uchirgan son-sanoqsiz daryo, shahobchilarning qilini tindirib tuzlab bo'lgandan keyin marvoyatdek paqirab ko'rinadigan Zumrad ko'l havzilarni tindirishga ulgurgan edi. Bu yerdagi havzi degani ko'lchak, suv, delta degan ma'nodagi burunqi mashhur buloqlarning ko'zi etilib, endi zodi suv chiqmas bo'lib qolgan edi. Yayloq turmushi gullangan vaqtlarda odamlar mol podalarini sug'urish uchun qozgan chunqur quduqlardan boshqa suv manbasi asosan uzilgan edi. Shahar sepilning atrofidagi sarg'ush qum do'ngliklarining yuqori tarafidan asta soqiyotgan quruq cho'l shamolida irg'anishib turishgan, at yozda o'sib, yoz
başınlar başlanmay turupla, ussuzluqdan xuddi qog'daldek qurib ketadigan çöl o'simliklerini uya bu yerlarda cho'qchib turgan pakar gumbazlar va seg'iz to'pidan qangdab silingan ko'zatchi tur munarlarning orasidan onda-sanda chiliqtirg'ili bo'ladi. Yil odatdagidan texmi yomon kelgan edi. Bu yil yo'l yig'in zodila o'ynamay turib oldi. Osmondan yerga bir tomchimi yomg'ir tomchimidi. Qog'jirab ketgan yerlardan to'pchang osmonga puqrab o'rlaydi. Shahriy ketikning burunqiovat makonliq hashamatidan hech nima qolmagan. Ko'cha go'zarlarda tuzuk odam ko'rinmaydi. Yosh qiron odamlar ofat dastidan atrofdagi shahar yezlarga va boshqa yurt oymoqlarga jon saqlash uchun sarson bo'lib chiqib ketishgan edi. Shaharda sapla degudak og'riqsizlik, egi choqsiz qeri cho'ri kishilar qilishgan edi. Bugun kungi juma edi. Odat bo'yicha cho'ng o'lima Shayxul Islom Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki jome masjididagi juma namoziga imomlik qildi. U namozxonlarga boshlamchilik qilib, juma namozining butun farz sunnatlarini to'liq bajo keltirgandan keyin vaz etish uchun munbar ustiga chiqdi. Bu chaqda talada qum aralash g'arbiy junub shamoli chiqyotdi. Zayur Shoh meni va mening barliq hamdamchi yoranlarimni belgilangan suruk ichida shahri ketikdan chiqib ketishga amr qildi, dedi u. Ondan so'zdan to'xtab, namozxonlarga bir qo'r nazar silib chiqdi. Bugungi juma namoziga kelganlar o'tgangi juma namoziga kelganlardan ko'p oz edi. "Men ketiman", dedi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki. "Allohning qarg'ishi tekkan bu Shahristondan cho'qim ketiman. Bizning aboi ajdodlarimiz Mavlana Shujoiddin, Mahmud Mavlana Hofiziddin Kaburi Buxoriy hazratlarining inisi edi. Mavlana Hofiziddin Kaburi bu yerga mundaq izohat berilibdi. Mavlana Hofiziddin Kaburi Buxorolik mashhur islom ulamosi Abu Hafiz Kubra Buxoriy. U miladiya 1220-yili 3-oyning 8-kuni Chingizxon Buxoroni fath qilganda Chingizxonning qo'shinlari tarafidan o'ldirilgan deyilibdi. Mujtahidlarning eng oxirqilaridan bo'lib, ulardan keyin mujtahidlar paydo bo'lmabdi. Hijriya 617-yili Mahi Muharramning tunji kuni Chingiz istilosining talopitida Buxoro ulug'larini yig'ibdi. Chunki Chingizxonning odati shundoq edi. Shundoq qilib Mavlana Hofiziddin Kaburini shahid qilibdi. Mavlana Shujoiddin Mahmudni uy voqilari bilan birga qo'shib, ko'chirib Qorqurumga opirib o'tiraqlashtiribdi. Bu yerdagi Qorqurum deganga mundaq izohat beribdi. Qorqurum Mo'ng'ul imperatorligining poytaxti. Mong'oliyadagi Orqun daryosining yuqori eqini bo'yiga joylashgan. Hozir bu shaharning xarobalarida saqlanib qolgan deyilibdi. Mavlana Shujoiddin Mahmud Qorqurumda vafot bo'ldi. Ondan Qorqurum xarob bo'lganda Mavlana Shujoiddinning o'g'li Xotan bilan Turpan orlig'idagi bir ulug' shahar Ketik shahriga ko'chib ketdi. Shunda qilib bir necha avlod mujohid shahri Ketiklarni izchil turda mushriklik va gumrohlikdan qo'l uzib, islom hidoyatini qabul qilishga da'vat qilib ketdi. Faqir Jaloliddin Ketikimi oshu ulug' xonadon kishilarining oxirgisi bo'larman. Ey Allohning bandalari, men sizlarga sonsiz qitim vaz nasihat qilganman. Biroq hech biringlar nasihatimga kirmadinglar. Hatto Zayur Shohmi ruhaniylar uchun eng yaxshi joy masjid va ulug' uyning o'tirsidagi mehrobdir. Darvishlar uchun eng yaxshi joy xonaqoning bir bo'limidir. So'pilar uchun eng yaxshi joy oyoq kiyimi silinadigan topsidir. Deb mening da'vatimga ko'nmadi.
Hatta meni shahri ketikdan qo'g'lashga farmon tushirdi. U so'zlab etib, o'zining vaz nasihatining ta'sirini bilish uchun arlab vaz nasihat anglag'uvchilarning har birining chiroyiga zan silib, ularning chiroy ifodasini ko'rsatdi. Mana endi menga shundoq ma'lum bo'ldiki, dedi u so'zini davomlashtirib. Alloh taolo bu shahri ketikka cho'ng balo qazo avatidi. Qum bo'running 7 kecha kunduzdan beri to'xtamaganligi mana shuning bishoratidandir. Shunga Alloh taolodan Zayur Shohning farmoni surtida menga bu shahri ketikni tark etish haqida bishorat bo'ldi. Gumroh bandalar, ogoh bo'lg'aysizlarki, bu mening sizlarga eng oxirgi qitim vaz etishimdir. Ro'zg'orimning buzilishi, shahri ketikdan haydalishim yuragimga xuddi tugman teshidek o'rnab ketdi. Men bu gunohi azimga patgan shahardan ketaman. Shuni uqib qolgaysizlarki, men ketgandan keyin osmondan qum to'pi yog'di. Allohning qahri g'azabidan yaralgan bu to'pon balasi shahri ketikni vayron qilg'usi. Osmondan qum yig'ib, shahri ketik ahliga ajal sharobini ichirur. Zayur Shoh taxt mulkidan ayrilib, ömrü g'urbatda, yolg'izlikda va muhtojlikda o'tir. Men endi sizlardan ruxsat tilayman va sizlar bilan xo'shlashaman. Buningdan keyin bizga didorlashish qiyomatga boqiy qolg'usidir. U vazini tugatgandan keyin munbardan tushdida xuddi masjid ichidagi chuqan silishib yig'lashayotgan namozxonlarning nola faryodlarini anglamagandek, oppoq soqollariga ko'zlaridan mo'ldirlab oqqan yoshlarini surtishayotgan bovaylarni ko'rmagandek va hushidan ketib yiqilayotgan taqvodorlarni bilmagandek qilib, beshini tek tutqunicha jome ishkidan chiqib ketdi. Bu çağda bir guruh adam onun arkasından ergişip mağdı. Bu adamlarning orasida onun 10 yaşlıq oğlu Erşidin degan Xo'jazodasi, shogird yoranlari va masjidning mazini Shayx Shahobiddinmi bor edi. Bugun musulmonlar juma namozidan yongandan keyin bir necha buvay dardlashib o'tirish uchun odat bo'yicha yana shahar o'tirsidagi maydonga yig'ildi. Ular qumning ustiga yonboshlab o'tirishdi. Bu bovaylarning ichida ba'zilari ig'ir qurg'oqchilik ofati yuz bergan mushu 10 yilning mobaynidagi ig'ir kunlarning hasratlik falokatlari to'g'risida dard alamlarini to'kishsa, ba'zilari ro'zg'orlarning ig'ir mushaqqatlari ustida zorlanadi. Yani ba'zilari o'lmakning ustiga tepmak degandek mushu yillardan buyon to'xtamay kelayotgan urush, yig'a talafotlar ustida so'zlab to'xtamaydi. Boshqa birlari bo'lsa, ofatdan qochib, yoq yurtlarga bosh elib chiqib ketishgan qavm qarindoshlari to'g'risida kuyib pishib so'zlaydi. Bağansiri kuchayotgan quruq cho'l shamoli qum to'plarni uchirib akilib, o'tirganlarning yuz ko'zlariga uratdi. Kül rang osmon barbara chang to'zon bilan qoplanib, xuddi ofat yuz berganligidan derak berayotgandek ko'ngilsiz bir manzarani paydo qilmoqda edi. Mundaq 10 yillab uzilmay qurg'oqchilik bo'lganni shu kamgacha ya ko'rganmi emas, ya anglaganmi emas edik, dedi yeshi yuzdan oshgan qonshorliq bir bovay. Tangridan suv deb tilab osmonga egiz ko'targan qo'llarimizga osmondan qor yomg'ir o'rniga oq qum yoqqani nemisi? U so'zlab etib, pat-patla chang bosgan shalong oq soqolini silab qo'yatdi. Bu chaqda uning bilan tang dematdik yana bir buvay uning so'ziga lo'qma silib qo'shimcha qildi. Rost aytsan, Niyoz Karizak, 100 yoshga kirguncha bizning bu beshimizdan nemish o'tmadi deysan?
Biz görmegen, anlamagan iş kaldı mı? Taqo yildiki ocharchilikni mı gördük? To'ng'iz yilidagi qahatchilikni mı gördük? Hatta Baris yilidagi cho'ng yig'inni mı gördük? Amma hayatlık yıldızımız üzülmeptiken, ta hazırga kadar ölüp ketmey, sağ salamet ketibetiptimiz. Biroq azroqmi yomg'ir yog'magan bundaq ezgusiz yillarni o'ngimiz turmoq, hatto tushimizdimi ko'rgan emasmiz. Albatta, bu bir balo qazoning alomati emasmikan? Alameti emasmikin? Cami mescidining imomi Şeyhul İslam Mevlani Şeyh Jaloliddin Ketikining aytishicha, Qizil qiyomat yaqinlashganda yer yuzidan barakat qocharmish. Barakat qochgandan keyin osmondan yerga yomg'ir yig'ishning o'rniga qum to'pa yig'ib, zaminni qum besib ketarmish. U so'zlab etib, qum kirib qizargan yashang'u ko'zlarini qalin qadoq bosgan qo'lining dumbisi bilan eritib qo'ydi. Uning bu vahimadak so'zlarini anglagan Niyoz Karizak bovayning qo'riq bosgan yog'oq yuzlari purishib, yapaloq burnining to'shiklari kerilib ketdi. Mana senmi anglabsan? Sarmusoq. Aytay desam gap bo'lar, aytmay desam dard bo'lar degandek. El ichida Tangridan qo'rqmaydigan ozg'unlar xuddi so'gatning sheg'iga qo'ngan qushqochdek ko'payib ketdi, dedi u ko'zlariga liq yosh ilib. Olam o'ngtay-to'ngtay bo'lib, yer jahonni to'pon balasi qaplagan bu kunlarda bizlardek bechora qor budun o'zlarining beshiga tushgan kulfatning zulmiga chidayolmasdan o'tliq dilidan cheksiz pig'on nadomat yolqini ko'tarilmoqda. Alhol bu tandagi jondimu ishonch qolmag'ili turdi. Bu chaqda Registonning kun petish tarafidagi jami ko'chasidan pashlarni beliga qistirib, postak to'miqini qo'lida ko'tarib olgan bir odam ular qarab udul yugurib keldi va "Hoy, ko'pchilik! Oldinglarmi? Osmondan to'pon balasi yog'armish. Musulmonlar masjidining imomi Mavloni Shayx Jaloliddin Ketiki degan qora baxshi bugun masjidda shundoq deb so'zlabdimish?" deb vaqirdi, hozirab himidab turib. Bu gapni har kim o'zicha tushundi. "Ya ko'k tangri, qora baxshining to'pon balasi haqidagi e'tiqodlari rostmikin?" Mavloni Shayx Jaloliddin Ketiki hargiz yolg'on so'zlamaydi. Agar u biror nimaning shapsini sezmasa, bekorga mundaq vahima terib yurarmidi? Hürmetlik podshohimiz Zayur Shohmo ordusini 2 tuman to'giga ortib Kariyoga ko'chishga farmon beribdimish. Bu yerdagi Kariyo degani kangri yer degan ma'noda hozirgi Xotan Keriya noyisi deyilibdi. El yurt podshohsiz qolsa, mamlakat betjit bo'lib, xalq to'zib ketmamdi. Olmades yig'a bo'p qolsa, qandoq qilguliq endi? Qandoq qilatdiq? Boshqa kelganni ko'rarmiz. Podshohsiz cherik yig'iga qarshi urush qiladi demsan? Bu chog'da Niyoz Karizak bova yana gapga aralashdi. Ana, shu chog'da osmondan to'pon yog'di-da. To'pon deganing nima aksi? deb so'radi Sarmusoq bovay tushunmay uningdan. Men nadim bilay, to'pon deganing xuddi qumdan yangi bosh ko'tarib chiqqan yer madigidek bir narsa bo'lsa kerak. Mavloni Shayx Jaloliddin Ketikining deyishcha, O'g'an Tangri deb atiladigan osmon tangrisining zimindagi odamlarga qahri g'azabi tutqanda
to'pon balasi deb barnimini avatib jazolarmish. Xuddi hozirqidek yer zaminni quritib tashlab, osmondan qum yog'dirarmish. To'pon balkim shu Allohning qahru g'azabidan yog'dirilgan qumning ismi bo'lsa kerak. Yo Tangrim, o'zing panohingda saqlag'aysan bizni. Ketik shahrida 10 yildan beri uzilmay qurg'oqchilik bo'layotganligi aslida o'g'on Tangri deb ataladigan osmon Tangrisining g'azabidan bo'lgan ishkanda. Barakalloh. Endi topding. Qara. Baxshi Mevlana Shayx Jaloliddin Ketkining aytishicha, buningdan necha ming yil ilgari o'tgan Nuh alayhissalom degan katta payg'ambarning zamonidami mushundoq to'pon balasi yuz bergan ekan. U chog'da Niyoz Karizak buvay gapini texi tugatmay turadi. Baymurod degan yana bir buvay gap aralab qoldi. U chog'da osmondan qum yog'mabdikan, balki yer zaminni lo'bildab suv besib ketibdikan. Baymurod buvayning deganlarini anglab, boshqa buvaylar vahima yegandek bo'lishib, qimirlashib qo'yishdi-yu. Un chiqarmadi. Bu chog'da birsining qum ko'chyapti deb ansizlik ichida vaqirgan ovoz anglandi. Ondan uningga qo'shilib, boshqa odamlarningmi qattiq huduqish va umidsizlik to'lgan vahimalik vaqirgan ovozlari tushma-tushdan anglashga boshladi. Xaloyiq, qichinglar. Qum ko'chyapti. Osmondan qum yig'yapti. Endi qochmasanglar ish chatoq. Kishilarning vahima, umidsizlik ichida vaqirashgan ovozlarini anglagan bu kardan buvaylar endi rostli vahimaga tushib qolishdi va cho'chib o'rinlaridan turishdi-da, boshmaq kashlarining tushib qolishiga qaramay, o'z uylariga qarab, irg'anglab yugurib ketishdi. Hurmatli o'qirman, muallifning bu yerda so'zini to'xtatib, diqqatingizni shahri ketikni qum bosqanlik voqeasidan yuqorida Sarmusoq buvay aytgan Baris edidiki cho'ng yig'a ustiga burishiga ruxsat qilg'aysiz. Buning uchun so'zni boshdan boshlashga to'g'ri keladi. Milodiya 1225-yili buyuk istilochi Chingizxon o'z hukmronligidagi Quyosh patmas zamin deb atalgan bepoyon keng joylarni o'zining Juchi, Chog'atay, O'gaday va Toluy qatorliq 4 o'g'liga bo'lib berdi. Bu suyurg'anliklar tarixda Qipchoq xonligi, bu yerdagi Qipchoq xonligi yana Oltin O'rda xonligi deb ataladi ekan, Chog'atay xonligi, O'gaday xonligi va Elixoniya xonligi deb atalgan ayrim-ayrim 4 xonlik bo'lib qurildi. Bu yerda so'z faqat Chog'atay xonligi ustida bo'layotganligi uchun boshqa xonliklar ustida to'xtalmaymiz. Chog'atay xonligi odatda Chingizxonning ikkinchi o'g'li, Chog'atayning suyurg'anligini va bu suyurg'anlikda tiklangan hokimiyatning nomini ko'rsatdi. Shu chog'larda Tangri tog'ning janub-shimolidagi keng zamin bu xonlikqa tava edi. Sharqda bu diyorning Qo'chi Uyg'ur eli va Manglay Suyar degan qismi, janubda Qashqar diyori, Farg'ona, Badaxshon, Kashmir, hatto Pamir atroflari, shimolda Oltay, Yattisu, Eli Mingloq vodisi, g'arbda Mavaraun Nahr, Baliq, Qunduz qatorliq bepoyon zamin Chog'atay xonligiga qaraydi. Chog'atay xon o'z poytaxtini eng dastlabda Eli vodisidagi qadimgi zamonda Quyos deb atalgan hozirgi Qo'rg'os tavasidagi Olmaliqda qurdi va o'zi vafot bo'lib ketishdan sal ilgari xonliqning g'arbiy qismidagi Mavaraun Nahrni Mo'g'ullarning Barlas Sulduz urqiga, xonliqning sharqiy qismidagi Manglay Suyarni Mo'g'ullarning Do'g'lat ulusiga suyurg'al qilib berdi. Manglay Suyar janubda butun Xotan, Charqiliq vodisini, shundaqla butun Qashqar diyorini, sharqda Oqsuv, Chalishqa qadar bo'lgan joylarni, g'arbda butun Farg'ona bo'stonligi bilan Badaxshonni o'z ichiga oladigan keng zaminning nomi edi. Keyincha Qashqar,
Ақсу Bostanlıqı məxsus Doğlat qəbiləsinin Otimiras zəmini bo'lib qoldi. Miladiya 1241-yili Çağatay xon Olmaliqda vafot bo'ldi. Uning hayot vaqtidagi qarori va Mo'ng'ullarning cho'ng xoni O'gadayning qo'llashi bilan Çağatay xonning navrisi Qara Hilaku buvisi Çağatayning taxtiga varislik qilib, Çağatay ulusining xoni bo'ldi. Biroq miladiya 1246-yili O'gaday xon o'lib ketgandan keyin Qara Qurumda chaqirilgan qurultayda Chingiz xonning To'qal xonishidan tug'ilgan Kuyuk xon Mo'ng'ullarga cho'ng xon bo'lib saylandi. U Çağatayning taxtiga Çağatayning o'g'illari varislik qilmay, navrilarining varislik qilishi yosoqqa sig'maydi deb hisoblab, Qara Hilakuni Çağatay xonligining taxtidan tushiribdi. Ve onun o'rniga Çağatayning 5-o'g'li Yesu Mönkoni Çağatay xoni qilib tikledi. Miladiya 1248-yili Mo'ng'ullarning cho'ng xoni Kuyuk xon Qara Qurumda o'lib ketdi. Miladiya 1252-yili Qara Qurumda chaqirilgan qurultayda To'li xonning Mönko deydigan bir o'g'li Mo'ng'ullarga cho'ng xon bo'lib saylandi. U taxtga chiqibla burunqi cho'ng xon Kuyuk tarafidan taxtdan tushirilgan burunqi Çağatay xoni Qara Hilakuni yangi boshdan Çağatay ulusining taxtiga chiqadi. Taxtdan mahrum qilingan burunqi Çağatay xoni Yesu Mönko taqdirga tan bermasdan to'polon ko'tardi. Biroq to'polon Mönko xon tarafidan tezla tinchitildi. Bu mezgillarda Çağatay xoni Qara Hilaku o'lib ketib, taxtda uning xotini Ergina xotun Muvaqqat xon bo'lib o'tirdi.